Bir kishi vafot qilgandan keyin merosini taqsim qilmasdan turib, ana shu merosni hisobidan xayr ehson qilish holati bizda bor. O'zi mayyitni jihozlab, ya'ni janozaga tayyorlab, yuvib, tarab, kafanlab, janozasini o'qib, qabrga qo'yilgandan keyin birinchi qilinadigan ishi o'zi asli merosni taqsimlash bo'ladi. Chunki bu omonat. Alloh taolo merosni Qur'oni Karimda bandalarning haqqini o'zi bayon qilgan. Hadis sharifga ham qoldirilmagan bu ish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ham qoldirilmagan. Shu darajada muhim bo'lganligi uchun Qur'onni o'zida taqsimoti qilingan. Mayyitni qo'ygandan keyin birinchi qilinadigan ish o'zi mana shu merosni taqsim qilishlik. Bizda ba'zi bir holatlarda shunaqa bo'ladiki, ehson qilish kerak. 3-kuniga ta'ziyada turgan holatida ehsonga taklifnoma tarqatadi. 3 kun o'tishi bilan ehson qilib o'tkazib yuboraylik. Yaxshi niyat albatta, o'tgan odamni ortidan bir savob yetkazishlik. Lekin bu borada undan oldin muqaddam bo'lgan meros masalasi bor. Ehson qiladigan bo'lsa, qarindosh urug'lardan o'zlarini hisoblaridan ehson qilsin.